Assalomu alaykum, kanalimizga obunachilar. Obunachilar hali miningdek baho obunachilar bo'lmagan. Mashinani manziliga keladigan bo'lsak, Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida mashina do'stlar. Mashinaning yili 2019-yil. Mashina srochni sotiladi obunachilar. Krassasiga keladigan bo'lsak, oldingi krel bilan orqangi krelda krassasi bor ekan. Boshqa yerlarni obunachilar tekshirib olaverasizlar. Mashinaning bahosi dim zo'rman do'stlar. Do'stlar, kanalga yangilar obuna bo'lamiz. Bir like bosib qo'yishni unutmaymiz. 4 bo'lon ham toza qo'yilgan. Yine bo'lganlar. Mashina obunachilar benzinda bu. Yilini 2019-yil. Yurganlarni ham ko'rsatib beradigan bo'lsam, yine yurgani. Obunachilar salonlarning ko'rinishi yine yurgani. 113 ming kilometr yurib turibdi. Mexanik korobka, ikkinchi pozitsiya obunachilar. Mashina bahosini keladigan bo'lsak obunachilar, mana mashina bahosi 105 million so'm aytilib turibdi. 105 milliondan ham bo'lsa qaytib kelishib beriladi. Krediti 15-16 million so'm bilan minib ketsanglar bo'ladi ekan obunachilar mana. Oylik to'lovi 3 million 3,5 atrofida to'g'ri keladi ekan. 105 million so'm 2019-yil obunachilar, e'tibor etinglar. Sroch sotiladi.